Yong'oq gilosda do'stlar, bugundan xudo xolasa mana giloslarni qo'yamiz. 2026-yil 16-may kuni yong'oq gilosni nom qo'yamiz. Buni qaranglar. 1 2 3 4 ta. Kaftiga 4 ta gilosni qo'ying. Vala bo'ydimi, boshqanimi, mana shu holatda bo'larmi ekan mana. 1 2 3 4 ta yong'oq gilosi. Buni sizlarga obzor qilib o'tamiz. Oldindan bitta videoga like bosib o'tkazmasin. Kontaktga solamiz. Hozir. Izorasidan ko'rinyapti. Yaqin kelolmaydi. Mana. Yong'oq gilosi yaxshilab e'tibor beringlar. Yaqindan ko'rsating. Yirikligi bo'yicha eng yirik giloslardan va to'liq pishib yetildi 16-may kuni. Mana. Yong'oq gilosi deyiladi. Xudo xolasa bu video 5 minutlik video qilamiz. Hammasini ko'rsatib boramiz. Akalar, mana hosildorligi yuqori, baland, ko'p olganda ham mayda qilib qo'ymaydi. Mana. Yong'oq giloslari. Hozir oxirida buni haqqoniy otni aytamiz. Qaytdan kelib chiqishga boshladi endi. 1 3 olib keldim. Gigant giloslar. Hozirgi narxi $10 akalar. Mana. Uni qara, har bittasini yaqin olib ko'rsatavering mana. Yirik gilos, o'ta qattiqligi ham zo'r. Sahar miqdori 23.7-24 ga bordi. Mana. Bittasi hozir 20 kilo, 25 kilo atrofida yuki bor, 5 yoshli daraxt. Mana. Payvandagi oddiy o'zimizni olvoliq, vishne, qora gilosga payvand qilingan. Qarang. Videoga oldindan like bosib qo'yinglar do'stlar, shunaqa yevro bola tashib olmoqchi bo'lsangiz, pastga nomor qo'yamiz, telefon qiling, xudo xolasa birgalikda ish olib boramiz. Hozir buni ko'rsatmasdan chiroyli qilib ko'rsataman. Bismillah. Uni qaranglar gilosni. Yirikligi. Gilosga baho beringlar. Gilosga. Uni qaranglar. Buni navi do'stlar, buni navi Daintrade deyiladi. Yong'oq giloslar. Akalar, videomiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Sizlar uchun maxsus olinayotgan video. Uni qaranglar gilosni. Uni qarang. Yo'q, bu yaqindan ko'rsating buni aka. Uni qarang. Yo, bismillah. Mashalloh. Akalar, buni ko'chlarga ko'paytirib qo'yganmiz. Pastga no'ti qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaman. Xuddi shu holatda yangi shtabda Yevropa chiziklar. Xudo xolasa qilib beramiz. Sizlar bu telefonda mayda ko'rinishi mumkin do'stlar. Bu juda ham yong'oq gilos, yirik gilos. Mana edi. Qarang, mana shoxida 1 metrlik shoxida 3 kilo yuki borda. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasiz, mana shu nomor qo'yib qo'yamiz, telefon qilaman, buni ko'chlardan ko'paytirib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.